Zohid nima deyapti Zohid? Ha, piyoz vaqtida kerakli joyini kesib tashladim. Ha, chiqsin. Kim o'tishi? O'tdan chiqmaydi-yu. Ular chakyapti-yu. Chakyapti-yu ular. Ha, ular chakyapsin. Ya, blogerlar. Odamlar bor, odam ko'rdingmi? Yo'q, anaqa ekan, so'ngga ko'rdim. Ha, endi. Yo'lchiga o'xshab qolganda, yo'q bilan prezidentning hozirgi siyosatini tushunmaydigan prokurorlar bor. O'zi ko'p shug'ullanaman, shu ko'p materiallarni beraman. Shunda aytaman-ki, prokuror qoralovchi bo'lmasligi kerak. Qoralovchi qonun himoyasi bo'lishi kerak. Qoralovchi bilan qonun himoyasi boshqa narsa. Misol men bilaman hozir aytaveradi, sha'nimni qo'yib turib aytamanki, prokuror mana shu delani o'qib chiqmagan. Agar delani o'qib chiqadigan bo'lganda, mana hozir advokatlar har bittasini qo'lida asoslab beryapti. Ya'ni o'sha arizalarini yoki deylik o'sha yozganlarni hamma asoslab beryapti. Men bitta narsa aytishim mumkin mana. Buni agar sud bergan sud aytardim. Sirojning mendan kichkina yosh. Bir kuni menga aytayapti, Siroj aytayaptiki, "Olim aka, ko'p narsa olib boryapsiz." Lekin deyapti, "Aligindan yagondachidan o'tib qo'y, o'z-o'zini band qilish bilan" deyapti. Va hamma bir shartnoma tuzing deyapti. Bo'lmasam deydi, ertaga sizga deydi, ko'ryapsizmi? Menga shunaqani gapirgan, shartnoma tuzing, shu ishonchnomani oling degan odam o'zi noqonuniy ish qiladimi? Savol tug'iladi-da. Bilib qo'yinglar, bu juda katta signal bu, biz uchun katta signal. Hamma blog jurnalist uchun signal, xalq uchun signal bu. Beylar, ikki tomonga hozir bo'lib qolgan. Birinchi tomondan prezidentning chiqargan farmon va qarorlarini, prezidentning aytgan so'zlarini bajaruvchi prokurorlar, bajaruvchi organ xodimlari bor. Va unga qarshi uni asta sekin asalik bilan unga qarshi borib turganlar bor. Lekin baribir aytganlar, prezidentning bir gaplari bor. Avvalo xalq rozi qilgin deydi. Mana sizga xalqona hozir ko'rtirmasdan ko'rsatamaslarga nasib ko'pchilik jurnalistlar, blogerlar o'zi kelmagan. O'zi holatda kelmagan. Hammasi mana jurnalistlar, blog shuncha tomon qanchasi ketib qoldi hozirda. Zal kelgan. Fuqarolar hammasi kelgan. Zalga sig'maydi. Biz umid qilamizki, xohlasa sud mana hozir biz umid qilamizki, sudlar albatta erkin o'zining qarorini aytadi. Mana shanba kuni Oliy sud hamda Oliy kengash qabuli bo'ldi. Va 1000dan 2000 dan oshiq odam bo'ldi shekilli qabulda. Nima uchun shuncha odam beryapti? Chunki sudlardan odamlar norozi bo'lyapti. Sudlardan norozi bo'lyapti. Agarda mana shu sud raisi mana shu hozir qatagan bu shahar sudi, Jizzax shahar sudining raisi qilgan, agar o'zini prezidentning komandasidan deydigan bo'lsa, prezident sohadan bajaraman deydigan bo'lsa, oqilona menimcha qarorni qabul qiladi. Chunki prokuror 6 yil so'rayapti. U prokurorning vazifasi shu. Vazifasi shu qoralash bilan shunday holatda. Yo'q, qani shu qismchi qila olmaydi bular. Chunki u aytilgan, shu so'raysan, bo'ldi, shu. Ales, kaput. So'rash shunsa. Lekin biz prokurordan aylanishimiz kerak. Prokuror nimada deyish kerak-ku, o'ylayapti, nimada deyish kerak-ku. Prokurordan gapirish kerak-ku nimada. Lekin 6 yil so'rash bu holat bo'yicha. Bu menimcha o'ylaymanki, bilaman, qayerdan olyapti ular? Advokatlar 1000 marta gapiryapti. 2 soat, 3 soatlar fikrlarni isbotlab beryapti. Prokuror 6 yil. Qayerdan olyapti faktingizni? Qayerdan oldingiz buni? Bir fikrlash kerak-ku. Mana odamlar nima uchun prokuraturaga ishonchsizligi. O prezident o'ylab bir marta prokuraturani taqatib yuboraman dedilar.
Albatta. Men bir narsa talab qilmoqchimanki, mayli prokurator qoralovchi bo'lsin, tasdiqlasin, lekin sudlarda adliyaga berish kerak. Adliya himoya qilsin. Ana shundagina qonun ustuvorligi bo'ladi. O'zi hech qachon bilib qo'ylar. Qoralovchi mana Samarqandnikini bitta ko'ryaptimi? Va Qoraqalpoqni ko'rmaydimi? Baribir shu prokuratura shuni himoya qiladi o'zicha olib chiqqan asosida. Shuning uchun biz deputatlar, senatorlar bir narsa qilish kerak, ya'ni o'ylash kerak. Ya'ni prokuror o'zini ayblovini tasdiqlab qo'ydim, bo'ldi. Sudlarda adliya qatnashsin. Prokurorlar qatnashmasin. Bir shuni ko'plar shunda keyin ko'rasizlar. Faqatgina odamni qamash bilan emas, maqsad qamash bo'lmas kerak. Maqsad shunda tarbiyalash bo'lish kerak. Xo'p, xato qilgan bo'lsin deylik kimdir. Xato qilgan bo'lishi mumkin-ku. Lekin xato qilganda 6 yil qamoq olmash kerak. Mani boshimdan o'tgan shu narsalar. Men sizlarga aytganman, 211 da ham qo'yadi deganman, 168 ni qo'yadi deganman. Sirasi o'shini aytganman. Nima uchun? Bu dejurniy statiya. Dejurniy statiya. Agar bilib qo'ylar, 168 nima? 168 mana advokat to'g'ri gapirdi. Biroz ishonchli kirasiz, uni aldab yurasiz. Uni falonchani qilib beraman. Biror marta men Sirojinni mana qancha ko'rgan bo'lsam, Sirojinni bironta ishini qilib beraman degan ko'rmaganman. Bilib qo'yish shu narsada, lekin hammasi ertaga aniq bo'ladi. Men sudyadan qonuniy qaror qabul qilishni iltimos qilardim. Qonun nima uchun qonun? Chunki buni Oliy Majlis senatlar tasdiqlab qo'ygan. O'sha qonun bilan yuramiz. Agar qonun ustuvorligi ta'minlanmaydigan bo'lsa, bu jamiyat parakandaga uchraydi. Sud hukmi qonunlar asosida bo'lishi kerak. Lekin qonun va adolatli. Agar qonun qaror chiqib turib adolatli bo'lmasa, bilib qo'ylar bu qonun ishlamagan bo'ladi. Adolatli bo'lmasa. Adolatli bo'lgan taqdirdagina bu qonun ishlagan bo'ladi. Biz umid qilamizki, mana sudya qancha sharoit yaratib beribdi. Matbuotni kiritibdi, boshqa qilibdi. Chunki nima uchun men hozir ko'rib sudyaga qo'yil qolyapmanki, o'ziga ishongan sudya matbuotdan qo'rqmaydi. Hech chiqarmaydi. Demak, matbuotga rasmga oldi, audio yozdi, oldimi, rasmlarga oldimi? Demak, sudya o'ziga ishonadi. Sudya qo'rqmaydi. Shuning uchun sudya qonunda, konstitutsiyani bilsin. Birinchi chiqqan qarorlarga amal qilsin. Hech kim bu ishni pesh qila olmaydi. To'g'ri aytadi. Chunki odamning yuragi bo'lishi kerak. Umid qilamizki, sudya shu ertaga shu oxirgi gapini gapirmoqchi bo'lgan vaqtlarida o'sha xonaga kirganda, masofaga kirganda adolatli o'zining hukmini, ajrimini e'lon qiladigan umiddamiz. Men hozir mashtalarning hammasi intira olishi mumkin. Lekin hammasiga gap bitta keladi. Ozodlik, ozodlik, ozodlik. Biz ham shuni aytamiz. Allohga shukr, ajali yetmagan inson boshqa 40 yil Qur'on kelsa ham boshqa o'lmaydi. Allohdan u hamma siyosatga aralashmaydigan hozir mana yo'lda kelyapti. Ko'pirlar bilan. Jamoatchilik ko'rib turdi. Muhimi bu yerda sudning ochiqligi, shaffofligi birinchi navbatdagi narsa. Chunki biz juda ko'p sudlarda ko'ryapmiz. Ko'p holatlarda raislik etuvchilar proses boshqa yoki boshqa bir holatda bo'ladi. Lekin biz mamnuniyat bilan aytamizki, Jizzax shahar sudi bu narsani sharafli bajardi. Biz maslahat uyida ham u kishiga odillik, xiyonat, tamoyillarga asoslanib bir qarorga kelishlarini ya'ni bugungi sudda sizni bugungi bitta holat bo'ldiki, ya'ni prokurorga nisbatan e'tirozlar bo'ldi. Nisbatan ya'ni shu holatga ma'lum olishgan. Endi davlat ayblovchilari yuqorida aytganimday ko'pincha tergov qanday holat chiqaradigan bo'lsa uni tasdiqlashga majbur, chunki kasb taqozosi nuqtai nazaridan sababi o'zi aslida prokuror nazorat nuqtai nazaridan faqat qonuniylikni talab qilish kerak, lekin biz amaliyotda juda yaxshi bilamiz davlat ayblovchilari qo'ygan ayblovlarni tasdiqlaydi. Ya'ni bu bir qanaqadir navbatchi normaga aylanib qolgan deyishimiz mumkin. Lekin aslida prokurorlar bunday bo'lishi kerak emas. Aslida prokuratura qonuniylikni so'rash kerak. Har bitta aytayotgan qo'yayotgan ayblovlarini isbotlab berish kerak. Chunki
shaxs hali sud hukmi haligi e'lon qilinib u to'liq kuchga kirmaguncha qog'ozdagi oppoq bo'ladi, u aybsiz bo'ladi, aybsizlik prezumsiyasi degan narsa bor. Shu nuqtai nazardan menimcha bu yerda prokurorimizni qonuniylik piyoda qilinishiga ozgina menda bir shubhaga o'xshagan narsa paydo bo'ldi, lekin men buni amaliyotchi bo'lganligim uchun juda ko'p sudlarda yurganligim uchun men bu prokurorni hozirgi holatda tushunaman. Chunki hamkasblari bu kishidan avval o'sha ayblov xulosalarini tasdiqlab bo'lishgan. Bu kishini hamkasblariga qarshi borishi menimcha bilmadim, endi yozilmagan qoidalarga ko'ra ehtimol noto'g'ridir. Lekin shunga qaramasdan bizni taqdirimizni, Sirojning Odilovni taqdirini sud hal qilar ekan, biz o'sha adolat uyida, ya'ni maslahat uyida bu kishiga adolat, jasorat, jur'at va insoniylikda eng yaxshi fazilatlarni hammasini tilab qolamiz. Yana bitta narsaga bir aniqlik kiritib o'tdik, Ashrafxon aka, ya'ni bitta holatda aytib o'tdik, blogerlarga nisbatan chizilgan sxemani aytib o'tdingiz. O'shanga mazmun oydinlik kiritib yanada hozirda blogerlar O'tib keta qolsa. Mashina o'tkazib yubora qolaylik, to'polon. Mashina o'tib keta qolsa. Yo'q. Mashina o'tkazib yuborish kerak. Bitta narsani aytaman, mana jamoat tashkiloti rahbarimiz o'zidan oliy qonunlarimiz bor. Shunga qaramasdan jamoatimizga a'zo bo'ladigan odam a'zolik badallarni to'lashi kerak. Men hatto shu a'zolik badallarni ham oldim. Chunki sharoitni bilaman, kim bilandir pul munosabatlarida bo'ladigan bo'lsangiz, u ertaga qanaqadir bir nima deydi, bahsli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun seminarlarda ham, boshqa o'quv holatlarida ham aytaman, imkon qadar pullik munosabatga kirishmaydi. Chunki pullik munosabatlar bu litsenziyalangan faoliyat turiga kiradi. Pullik munosabatlar, advokatlar yoki boshqa bir litsenziyalangan maxsus nimalar olib boriladi. Biz hozir demak ilgari OUKA, hozir Milliy tartib tayyorlash markazi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi boshqa idoralarga o'sha blogerlar faoliyatini tartibga solish bo'yicha qonun hujjatlarini takomillashtirish bo'yicha bir qancha takliflar kiritganmiz. Albatta blogerlar jamiyatda hozir bor ekan, ular faoliyat olib borayotgan ekan, ular jamiyatimiz bilan muloqotda ekan, ularning faoliyati qonuniy bir asoslarga olinishi kerak va bu bo'yicha alohida qonun hujjatlari ishlab chiqilishi kerak. Men sizlarni mana mikrofon tutayotganinglardan, kamera tutayotganinglardan foydalanib deputatlarga yoki o'sha bir qonunchilik tashabbusi bor o'sha institutlarga murojaat qilmoqchi edimki, blogerlik faoliyatini albatta tartibga solish kerak. Chunki blogerlik faoliyatini himoyasi bilan bog'liq nihoyatda bir noxush holatga kelib chiqadi. Mana masalan mana Qashqadaryoda, boshqa viloyatlarda hozir blogerlar o'sha haligi sudlar sifatsizligi, tergovlar sifatsizligi nuqtai nazaridan bir adolatsiz haligi nima deydi, sud qarorlari bilan nimalarga hukm qilinishga, mana Abduqodir Mo'minov masalasi bor, o'zingizlar buni yaxshi bilasizlar. Boshqa masalan nimalar bor, ular o'z vaqtida o'sha qonun ustuvor bo'lmaganligi uchun uzoq muddatli o'sha qamoq jazolariga hukm qilinib, jazo muddatlari o'tyapti. Ularni qon qarindoshlari, ularning yaqinlari, boshqalari iztirob chekishyapti. Adolatli davlatda, huquqiy davlatda, qonuniy davlatda har bir fuqaroning huquqlari ta'minlanishi kerak. Shu bilan birgalikda aytaylik, nima deydi, albatta jinoyatchilikka qarshi ham kurash olib borilishi kerak. Mana o'zingizlar juda yaxshi bilasizlar, mana Toshkentda hozir militsiya boshliqlari yoki boshqa muhofaza qilish idoralarining xodimlariga nisbatan sud jarayonlari bo'lyapti. Men masalan ishonmayman, aytaylik, Ichki ishlar vazirining o'rinbosariga nisbatan 6 yillik qamoq jazosi so'ralishiga. Holbuki prokurorlar uni so'rashga menimcha jur'at qilisha olmaydi. Holbuki masalan ularga qo'yilayotgan ayblovlar bir necha milliardlab nimalarni tashkil qiladi. Endi bu yerda hozir yo'l kira masalasi, hatto 2 million so'm, 1 million so'm yo'l kira masalasida shunchalik mana jamoatchilik junbushga keltiradigan, odamlar norozi qiladigan bir sud qarorlari chiqqan, sud qaror chiqishiga boryapti. Shu nuqtai nazardan men aytamanki, qonunlarni qo'llash standartli bo'lmasi kerak. Amaldorga boshqa, blogerga boshqa, yoki bo'lmasa boyga boshqa, kambag'alga boshqa bir nimalar bo'lmasligi kerak. Bu narsani menimcha hukumatimiz, sudlov tizimi rahbariyati allaqachon bilishadi, tushunib yetishadi. Biz ularga bir o'qituvchilik qilish yoki bo'lmasa bir ulargalik qilish niyatimiz yo'q, faqat eslatma qilyapmiz. Ya'ni kim bo'lsa ham, hukumat bo'lsa ham, sudlov muhofaza qilish idoralarini xodimlari bo'lsa ham, ular xalqdan kuch oladi, jamoatchilikdan kuch oladi. Biz soliq to'lovchilarimiz. Biz ularni oila bola chaqalarini boqamiz, o'zimizni soliqlarimiz bilan pul to'lab. Shuning uchun ular birinchi navbatda bizni huquq va manfaatlarimizni himoya qilishga mas'ul bo'lgan organlar. Bizni ta'qib qilishga emas, yoki bo'lmasa bizni ovozimizni o'chirishga emas,
yoki bizni bir qanaqadir nima deydi adolatsiz bir hukm chiqarishga emas, balki bizni huquqlarimizni himoya qilishga mas'ul bo'lgan tashkilotlar ular. Ya'ni mana shu jumladan hozir juda ko'p ommaviy axborot vositalari turibdi. Ya'ni bitta taklif sizdan kiritildiki, aytib o'tdingiz, ya'ni blogerlarga nisbatan qaysidir holatda qonun ishlab chiqishligini va ularning huquq manfaatlarini himoya qilish to'g'risida qonunlarni yo'lga qo'yishligini siz boya aytib o'tib ketdingiz. Bu holat bo'yicha balkim yuqorida turuvchi rahbarlar, administratsiya shu narsani baribir sizni eshitadi. Shu holat bo'yicha blogerlarga qanaqadir endi masalan har bitta jamoat vakilining o'zini ovozi bor, har bitta jurnalistning o'zini ovozi bor. Mana bugun men kuzatyapman, o'zlarini bir elitniy jurnalist deb hisoblaydigan bir ayrim toifalar blogerlarga qarab birini jiyirib, bunaqa qilish kerak emas edi, bunaqa qilish kerak emas edi degan bir haligi kayfiyatda yurishibdi, lekin afsus ular yanglishadi. Agar voqealar rivoji shu tariqa ketadigan bo'lsa, ularga ham navbat keladi. Shuning uchun bu yerda birinchi navbatda hamjihatlik kerak, birinchi navbatda o'zaro qo'llab-quvvatlash kerak. Hech kim bir bloger osmondan tushgan emas yoki birorta jurnalist Marsdan kelgan emas, hammasi shu xalq farzandlari. Mana shu xalqning farzandlari mana bir-birini hozir demak taqibga olib, birov-birovi nima deydi, javobgarlikka tortilayotganda ustidan kulibroq, birov-birovni noprofessionallikda ayblash holatlari bo'lyapti. Bu juda ham ayanchli holat. Biz yaqin o'tmishda ham, Karim zamonida ham ko'rganmiz. Agar hamjihatlik bo'lmasa, o'zaro qo'llab-quvvatlash bo'lmasa, so'z erkinligi albatta darz ketadi. Shu nuqtai nazardan bizning asosiy xavotirlarimiz bu so'z erkinligidan. Prezident mana ortga qaytmaydigan siyosatlar boshlangan degan iddaolarni nima qildi? Albatta uni komandasi, uni jamoasi, uni hukumati bu iddaolarni isbotlash nuqtai nazaridan birinchi navbatda bizga g'amxo'r bo'lishlari kerak. Birinchi g'amxo'r deganda ko'pincha qo'shnilar tushuniladi, lekin aslida haqiqiy ma'noda g'amxo'r bo'lishlari kerak. Bizning huquq va manfaatlarni nima qilish kerak? Himoya qilish kerak, chunki boya yuqorida aytganimdek, ular bizni hisobimizdan non yeyishadi, ya'ni biz ularni boqamiz. Men bu sudda ham hatto aytdim, aytaylik, shu blogerlik bo'lmagan paytda ham, sud, prokuratura boshqa bo'lmagan paytda ham odamlar yashagan, g'orlarda bo'lsa ham yashagan, o'sha paytda ham nima deydi, to'y qilgan, tantana qilgan, ozodlikni qo'shiq aytgandir ehtimol. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, biz nima uchun takomilga erishish uchun boryapmiz? Biz davlatchilikni nima uchun masalan nima deydi, boyitib, buni bir institutlarni shakllantirib, hal qilish nuqtai nazaridan boryapmiz? Bu birinchidan o'zimizni manfaatimiz, xalqimizning manfaati, xalqimizning huquqiy himoyalanganligi nuqtai nazaridan biz harakat qilyapmiz. Mana prezidentimiz nihoyatda ilg'or bir g'oyalarni ilgari suryapti. Mana biz tashqi siyosatimizda hozir katta bir o'zgarishlar bo'ldi va shunga yarasha o'sha blogerlarning huquqiy himoyasi bilan bog'liq agar bir harakatlar bo'ladigan bo'lsa, biz uxlayotgan deputatlarimiz, senatorlarimiz ham qanaqadir shu masalada prezidentga bir haligi hamohang bo'ladigan bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Abdurahmon aka, menda ham bir savol bor edi. Hozir mana zonalarda ham hozir juda qamoqda siyosat bilan tushganligi juda og'ir sharoitlar bo'lyapti ekan. Ozgina narsalarga ham anaqa narusheniylar qo'yib, iloj bo'lsa kolonkaga chiqarmaslik, shunaqa narsalar bilan shularning to'g'risida ham bir anaqa qilib kelsangiz bo'lardi shu narsa. Men o'zim shuni boshda turib ko'rib bilib kelyapman. Nechtasini o'sha borib bilib kelyapman. Aynan pensiya muassasalar, ya'ni qamoqxonalar bilan bog'liq vaziyatni o'zim kuzatib boryapman. Haqiqatan siz aytgan gaplarda jon bor. Ayrim holatlarda o'sha mansab vakolatini suiiste'mol qilishi bilan bog'liq, o'sha huquq qilish idoralarini bog'liq holatlar bor. Undan ko'z yumayotganimiz yo'q. Muammolar haqida gapiryapmiz. Lekin umumiy olganda qamoqxonalar avvalgidan ko'ra biroz yaxshiroq. Chunki mana yaqinda ommaviy axborot vositalarida kuzatgan bo'lsalaring kerak, Toshturmada, boshqa koloniyalarda sharoitlar haqida biz rasmiylar bilan o'zimiz kirib, ko'rib, nima qildik va xalq vakili siz, oqsoqol siz, mana boshqa jurnalist jamoatchilik gaplarini albatta men rasmiylar bilan aloqam bor, ularga yetkazishga harakat qilaman va ulardan qo'shimcha birgalikda doimiy ravishda talab qilamiz. Chunki o'zbek xalqida bitta maqol bor, haligi bola yig'lamasa deydi, onasi sut bermaydi. Albatta xuddi shunaqa. Siz qachon hukumatni kontrol qilib, jamoatchilik nazoratini o'rnatib qilaringiz talab tursangiz, shunga qarab demak hukumat siyosati o'zgaradi. Shuning uchun biz o'zimiz faol bo'lishimiz kerak, o'zimiz birlashishimiz kerak. Men bloger savodsiz ekan, men blogerni oshqozoni katta ekan degan bir g'iybatona gaplardan ko'ra ularni bir qanaqadir birlashtirish yo'lidan borishimiz kerak deb o'ylayman.
Mana shu chaqirsangiz men ham boraman o'shanaqa joyga. Rahmat sizga. Jinoyat ishlari bo'yicha sud protsessida ko'ryapmiz, muzokara davrida inson taqdiri hal bo'ladi-da, bu advokatlarga ham, jamoatchilikga ham, hammaga ma'lum. Aynan sud protsessida prokurorni sud zalida muzokara davrida suddan so'ramay chiqib ketishiga qanday munosabat? Yo, bu yerda hozir Sirojni Aziz nimasini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, zalda men prokurorga eng yaqin o'tirdim. Bir necha marta ruxsat so'rab chiqdilar. Balki jismoniy ehtiyojlar nuqtai nazaridan bo'lgandir bu narsa. Boshqa shuning uchun sizga shunday tuyulgan bo'lishi mumkin. Hozir prokuratura xodimini bunda ayblashimiz unchalik xolislik bo'lmaydi. Ehtimol men ko'zim ilg'amay qolgan narsalar bo'lsa bo'lgandir, lekin bir necha marta o'zim guvoh bo'ldim. Demak, raislik etuvchining ruxsati bilan, chunki raislik etuvchi nihoyatda tavozeli, nihoyatda bir mehribon kishi ekan. Mana o'zim ham bir necha marta tashqariga chiqib keldim. Hammamiz ruxsat so'radik. Menimcha sud zalida bugungi sud majlisida tartib qoidalar buzilgani yo'q deb hisoblayman. Abdurahmon aka, shu savolga qo'shimcha savolim bor. Agar shu paytda shaxsiy ehtiyojlari bilan muzokara davrida prokuror sud zalidan chiqargan bo'lsa, qisman tanaffus e'lon qilish kerak emasmi? Men shaxsiy savolim edi, holatdan kelib chiqadi. Umuman idealda hamma narsa qilish mumkin. Idealda masalan hamma narsani risoladagidek qo'yib qo'y. Masalan, kimdir osh pishiradi, tuzuk hamroh bo'ladi, kimdir haligi qiladi, chiroyliroq bo'ladi. Shuning uchun mukammallikka yetishib borib, boshqa haligi ma'noda so'rayotganingizdan juda xursandman. Albatta faqat sudyani o'zi emas, faqat prokuror emas, hatto sud zalida o'tirgan odamlarning o'zi ham qonunga nima qilishga haligi bugun ehtiroslar ko'p bo'ldi, ko'rdim. Qarsak chalib, qanaqadir nima deydi, uncha-muncha odam cho'chitib yuboradigan darajada olqishlar, emotsiyalar bo'ldi. Bu narsalar ham albatta ozgina tartibi bilan bo'lishi kerak. Umuman sud ideallikka qarab boradigan bo'lsa, albatta xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz. Lekin prokuror bugun sud zalidan chiqib kirishidan tashqari uni menimcha qamoq so'rab qo'ygani yomonroq bo'ldi. Uchinchi oxirgi savolim bor Abdurahmon aka, boshqa savol beraman. Sud protsessida demak shaxsiy masalalari bilan prokuror so'rab chiqar ekan tashqariga, sizga ham shaxsiy masalalari bilan muzokara davrida chiqish mumkin. Ya, albatta hamma narsa bo'lishi mumkin. Biz hammamiz odammiz, sudya bo'lamizmi, advokat bo'lamizmi yoki prokuror bo'lamizmi, shaxsiy ehtiyojlarimiz bo'ladi. Hojatxonaga borib kelishimiz mumkin, juda bir qo'pol aytganda, yoki boshqa bir narsalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda bunaqangi nima deydi, sudya bunday qilsa bunday bo'ladi, yoki prokuror bunday qilsa bo'ladi degan narsalarni nima qilishdan ko'ra biz sudni ko'proq adolatli qaror chiqarishiga, prokurorlar adolatli talablar qo'yishiga ko'proq e'tibor berganimiz menimcha yaxshi. Sizga qo'shilaman Abdurahmon aka, faqat bu savollarni men bekor bermadim. Sirojiddin Mediani rahbari Sirojiddin Odilov protsessini boshdan ko'ryapmiz. Adolat yuzaga chiqishini xohlamaymiz-da hammamiz. Shunchaki mas'uliyatni to'laqonli his qilishdirmikan? Ya'ni bilasizmi, ular ayblovini qo'yib qo'yibdi. Ular ayblovini qog'ozga yozib qo'yib qo'yibdi. Endi u sudga kirib chiqib yuradimi, osmonga uchib yuradimi, uni farqi yo'q. Chunki ular gapirib bo'lgan. Biz himoyachilar sifatida jon kuydirdik. Mana kerak bo'lsa nima deydi, asabimiz oshgan paytda ham sudda o'tirishga hali bo'ldik. Mana qancha litrlab suvlar ketdi. Sudni zalni issiqligini ko'ryapsiz. Lekin shunga qaramasdan hamma adolatga intilyapti. Kelinglar, hammamiz birgalikda tilab qilaylik, duo qilaylik. Adolat qaror topsin, oxiri baxayr bo'lsin. Rahmat. Men aka sizga bitta savolim bor edi advokatlari sifatida. Mana hozir sud zalida ko'rdikki, advokatlar o'zini muzokara so'zida asoslantirib har bitta qo'yilgan ayblovga nisbatan o'zlarini jinoyat protsessual kodekslaridan kelib fikrlarini bildirdi. Ya'ni e'tirozlarini, oqlanish kerakligini bildirdi. Prokuror mana hozir qamoq bilan bog'liq bo'lgan hukm chiqarishni so'radi. Prokuror o'zini qo'ygan o'sha muzokara vaqtida so'ragan qamoq bilan bog'liq bo'lgan 6 yil so'radi adashmasam, umumiy hisobda 6 yil so'raganini asoslantirib bera oldimi yo'qmi? Men yo'q edim sud zalida, shuning uchun so'radim. Endi sudda ushbu holat bo'yicha hamkasblarim ham biz ham e'tiroz bildirdik. Prokuror har bir so'ragan holatini jinoyat protsessual kodeks talabiga ko'ra asoslab berish kerak. Chunki isbotlash majburiyati unda. Aynan aybdorligini. Lekin sudga biz aytdik, boyaga alohida xonaga kirganda ushbu holatga baho berishni. Prokuror biron bir asos yoki boyaga isbot dalillar keltirmadi sud zalida. Faqat so'radi xolos.
faqat so'radi bo'ldi, u yozma taqdim etdi shu nutqini. Lekin biron bir dalillar, yozmami, og'zakimi yoki elektronmi biron bir dalil taqdim etgan yo'q. hech qanaqa dalil yo'q qo'yilgan. Masalan 165-modda deyilyapti, 168-moddalar qo'yilgan. Mana shularga masalan ayblash uchun qo'yilgan. Masalan 6 yil so'rayapti, 5 yil bir holatga 1 yil yana qo'shib turib mana shu so'rayotgan o'zi ayblayotgan moddalariga nisbatan dalil taqdim eta olgan. Men sudda ko'rmadim undan oldin ham. Endi nafaqat u ikkita modda, shu 302 ta modda bo'lsa, 302 ta modda yana prem moddalar bor. O'shalar bo'yicha biron bir biz holat isbot dalil ko'rmadik. Biron bir jinoyat bo'yicha, ya'ni jinoyat kodeksida tartibga solinadigan biron bir jinoyat bo'yicha, ijtimoiy hal qilish bo'yicha biz biron bir aniq dalillar ko'rmadik. Endi mana bizni jamoatchilik bir fikrga kelib qolyapmiz-da. Agar dalil isbot bo'lsa berar. Yoki prokuror masalan o'zini bir insonni taqdiri bo'yicha Sirojning ham ozgina asabiylashib prokurorga fikr bildirdilar, o'zlarini e'tirozlarini. Mana bunaqa degan e'tirozini bildirdi prokuror. Lekin prokuror bir insonni hayotini hal qilayotganda hech qanaqa dalillarsiz boshqasi 6 yil qamoq bilan bog'liq hukm chiqarishini so'rashi qanchalik qonunlarga to'g'ri keladi? Endi qonunda prokuror so'ragan narsasini asoslash kerak dedi. Biron bir asos keltirmadi prokurorimiz. Ushbu holatga hamkasblarim sudga baho berish so'radi. Sud baho berishini kutib qolamiz. Biz endi hammani mana shu turganlarning umidi suddan. Masalan, boshida prokurorni ham olqishladik. Voy savollarni yaxshi beryapti, hol Siroj degan o'zi ham aytdi, muzokaraga tayyor emasman, menga vaqt kerak deganida, men xolis o'rgansa kerak buni deb o'yladim, shunaqa tushundim deb Siroj ham o'zini oxirgi so'zlarida aytdilar. Muzokara so'zda ham. Lekin men afsus unaqa bo'lib chiqmadi. Bu o'zim o'sha boshidan aytib kelman, bir tarsak urgandek bo'lmasa bo'ldi oxirida deb, o'sha birinchi tarsakini biz ko'rdik prokuror tomonidan. Endi iloyim hamma masjidda turganlar suddan umid qilib turibdi. Sud ham ikkinchi tarsakni bermasa bo'ldi degan bir xavotir bor hammada. Hattoki Siroj degan opalari ham yig'lab, juda yurakdan fikrlar bildirdilar. Endi sudni ham biz hozir buni muhokama qilmoqchi emasmiz, qila olmaymiz ham. Qani oldin bir pozitsiyasini ko'raylik, ana undan keyin barcha advokatlar mana yana sud to'g'risida fikr bildiramiz. Barcha advokatlar oqlov so'radi. Men bironta advokat so'ramadim, bilmadimki, men bo'yicha yengilroq jazo berishni so'raymiz degan holat yo'q. Barcha 7 ta menimcha himoyachi bor, 7 taligilar ham oqlov so'radi. Buni sababi nima o'zi aka? Mana yurist sifatida deysiz. Mana odam jamoatchilikka qiziqda bu. Yuqorida ham aytdim, u oqlov so'rashimiz sababi nafaqat ikkita 168 va 165, balkim shu 302 ta modda bo'yicha biron bir asos ko'rmadik biz. O tergov organi, prokuror va Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra sud asoslab berish kerak ularda, aybliligini. O'sha asoslarni biz ko'rmadik. Endi siz aytganday boyagi jamoatchilik ham prokurorni qoralovchi deb biladi. Aslida esa Jinoyat protsessual kodeksida belgilab qo'yibdi. Prokuror qonunni bir xil va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlash kerak bo'ldi. Qoralov nuqtai nazariga ham, oqlov nuqtai nazariga emas. Qonun qanday yozilgan bo'lsa, o'shanday ijro etishni ta'minlaydigan shaxs. Agar qonun buzilgan bo'lsa, oqlov so'rashga ham prokurorning vakolati ham, haqqi ham bor. Qarang, da'voni prokuror rad etishi mumkinmidi muzokara vaqtida? Asosi yo'q, yetarli emas. Da'vodan voz kechish qonuniy haqqi bor prokurorda. Lekin bu narsani bugun ko'rmadik biz. Endi uni nuqtai nazari, uni fikri, albatta bu prokurorning fikri haqiqat degani emas. Sud alohida xonaga kirganda bunga baho beradi. Iloyim, butun O'zbekiston duo qilishini so'raymiz. Siroj akaga, aka rahmat, ochiq fikrlaringiz uchun, qochmaysiz fikr bildirishdan. Keyin sud zalida juda zo'r fikrlar bildirdingiz. Kattakon minnatdormiz. Rahmat.